Haramdan qutulishning chorasi. Abdori Muhammad Yusuf. Buningdan ilgirki halal yeyish ibodatdir degan temadagi yozmada halal rizq hosil qilishning prinsiplari, halaldan yeyishning ahamiyati va haramdan qutulishning zarurligi haqida to'xtalgan edik. Bu yozmada ba'zi o'qirmanlarimning talab bilan haramdan qutulishning yo'llari haqida to'xtalamiz. Barliq islom ulamolari haram moldan darhol qutulishning zarurligida ittifoqdir. Haramdan qutulishning yo'llari va choralari haqida amaliy ahvol va sharoit qarab o'limalarning har xil ko'z qarashlari mavjud. Allama Qurtubi mundaq degan: O'limalarimiz qo'ldagi haram molning tavbasi uni o'z egasiga qaytarib berish bilan bo'lganligini. Agar u haram mol birovdan olgan o'sim, jazoni yoki zulm va yo'lsizlik bilan olgan mol bo'lsa, uni o'z egasiga qaytarib berish. Agar egasini topolmasa, yo'qsullarga sadiq qilib o'tish bilan bo'lganligini. Agar qo'ldagi pul molning qanchaligi halol, qanchaligi haram ekanligini bilmay qolsa, o'zining gumonining kuchli tarafini hisob qilib ish ko'rsa bo'lganligini. Agar zimmisdagi haqlar ko'p bo'lib, uni to'lashga kuchi yetmaydigan darajada bo'lsa, uning tavbasi qo'l ilkida bor bo'lgan narsalardan bir qur kiyim-kechak, yemak-ichmaklarni ilib qilib, qolganini sadiq qilib o'tish yoki umum musulmonlarga foydali bo'lgan joylarga iyona qilish bilan bo'lganligini bayon qilgan. İmam Şafii mundaq degan: Haram maldan tavba qilishning sharti zimmisidagi haram malni o'z egasiga qaytarib berish. Navoda mal egasi bo'lmasa, uni izlab tepib berish. Agar vafot bo'lib ketgan bo'lsa, uni varislariga berish. Varislari bo'lmasa, musulmonlarning jamiyatlariga, ular bo'lmasa, yo'qsullarga berishdan iboratdir. Haram maldan qutulmoqchi bo'lgan odam qutulish niyati bilan o'lib ketsa, Allohning uni mag'firat qilishi umidlikdir. Haram aralashib qolgan malni paklash masalasi. Ba'zi kishilar halol kasb qilish bilan bir vaqtda haram ishlarni qilib qo'ydi. Shuning bilan bu kasbdan topgan halol pulga haram pul aralashib qoldi. Shuning uchun pul molga aralashib qolgan haramni ayirib chiqarib etmaganda qo'ldagi halol poklanmaydi. Qo'ldagi halol haramdan va shubhalik ishlardan pok-pokiz bo'lmasa, amal ibodatning qabul bo'lishiga, duoning ijobat bo'lishiga to'sqin bo'ladi. Halalga haram aralashib qolgan ishlardan ba'zi o'rnaklar. İslam şəriətində setishga ruxsat qilingan halal narsalarni setish bilan birga tamaka, haraq, cho'chqa go'shti, oq chekimlik degandek haram narsalarni setish yoki ba'zi mollarga boshqalarning boshqa davlatlarning markalarini o'g'irlikcha chaplab setish yoki sodada aldamchilik qilish qatorliqlar. Meyve ko'ktat, oshliq qatorliqlarni sotganlarning yaxshisini ustiga, nacharlarini ostiga tizib setishi. Qilgan ishi yoki kasbi garchi halol bo'lsa-mu, o'zining haqqidan ziyoda haq olish. Mehmonxonalarning mehmonlar uchun taqdim qiladigan xizmatlar ichida haram ishlarni qilishi yoki haram narsalarni taqdim qilishi. Bankalarning shariatga uyg'un ishlarni qilish bilan bir vaqtda shariat haram qilgan jazoni degandek haram ishlarni qilishi. Ba'zi shirkatlarning halol ishlarni qilish bilan bir vaqtda jazoni qildigan bankalarda pul qo'yish degandek ba'zi haram ishlarni qilishi va boshqalar. Haram aralashib qolgan molni paklash usuli. Islom ulamolari haram aralashib qolgan molni paklashda bundaq qoidani o'ttirib qo'ygan. Halolga aralashib qolgan haram hammani haram qilib etmaydi. Halolga aralashib qolgan haramni ayirib chiqib, yo'qsullarga yoki musulmonlarga foydali jamiyatlarga berish lozim. Halal bilan haram aralashib qolgan ishlardan, kasblardan, muomalalardan yiroq turish taqvolikning talabidir. Halal moldan haramni ayirib chiqish qiyin bo'lsa, qanday qilish kerak? Ko'p sonliq o'limalarning ittifoqi bo'yicha bankada qo'ygan pulga, shirkat hassadorligiga, boshqa muomalalarga aralashib qolgan haramni ayirib chiqish qiyin bo'lganda, bu haqda ixtisos egalariga murojaat qilish lozim keladi. Chunki ular hisoblab beralaydi. Bunday qilish dinimizda yo'l qo'yilgan usul bo'lib, o'z vaqtida payg'ambar alayhisalom ziroat va mevalarning zakatini, hatto tixi yig'ib olinmagan mevalarning zakatini hisoblashda qo'llangan choradir. Buni fiqh kitoblarida xars deb ataydi. Haram molni ibodat qilish uchun ishlatishga bo'lamdi. Islom ulamolarining ko'p sonliqi haram molni hech qanday bir ibodat uchun qo'llanishga bo'lmaydi deb qaraydi. Hatta ba'zi ulamolar haram pulga Qur'on setib olishga bo'lmaydi deb qaraydi.
Ular haram malni faqirlarni, miskinlarni tamlandirish, qarzini to'layamaganlarning qarzini to'lab berish, har qaysi ilm sohalarida o'qiyotgan o'quvchilarga, tadqiqotchilarga, boshqalarning o'ylanish ishlariga yordam qilish qatorliq ishlarga ishlatsa bo'ladi deb qaraydi. Haram mal bilan haj qilishga bo'lamdi? Hanafi mazhabining o'ylamalarining boshqa ko'p sonliq o'ylamalarining ittifoqi bo'yicha haramdan pul topgan odamning ashu haram pul bilan qilgan haji qabul bo'lmaydi va qilgan hajdan uningga hech qanday savob bo'lmaydi. Ammo uningdan haj farzi saqit bo'ladi. Haj farzi saqit bo'lganligi sababli u kishi namozni tark etgan odam jazolangandek haj farzi uchun jazolanmaydi. Haram olishib qolgan malning zakati qanday ado qilindi? Halal malga haram alışıp qalğanda, halal malning miqdori zakat berish o'lchamiga yetgan bo'lsa, halal malning zakati berildi. Chunki haram malga zakat kelmaydi. Agar halal malning miqdori zakat berish o'lchamiga yetmagan bo'lsa, zakat kelmaydi. Haramligi aniq emas, halalligida shubha bo'lgan malga zakat keladi. Manbasi haram yoki haram alışıp qalgan mirosni elishga bo'lamdi? Allah Taala bizni mirosni shariatda belgilangan miqdor bo'yicha taqsim qilishga buyurgan va miros ilmini o'rganishni farz qilgan. Shunga miros ilmi farzlar ilmi deb atalgan. Payg'ambar alayhisalom buni ta'kidlab, miros ilmini o'rganinglar, chunki u ilmning yerimidir. U tez unutilib ketadi. Mening umidimdan eng avval sug'urilib ketadigan ilm miros ilmidir deb ko'rsatgan. Miras qalğan pul mal halal bolsa, varislarning o mirasdan mahrum bo'lishda hech qanday cheklama yo'qdir. Navoda miras qalğan pul mal haram yoki haram alishib qalğan bolsa, uning hukmi mundaq bo'ldi. Varislar o'zlariga qalğan mirasning manbasi haraq tamaka, aqchikimlik, cho'chqa go'shi degandek narsani setib topgan yoki o'g'irlik, bulanchilik, aldamchilik, qo'ymichilik degandek haram yo'llar bilan boshqalarni ilib olgan haram mal ekanligini bilsa, bu malni ishlatish ularga halol bo'lmaydi. U maldan cho'qim qutulish kerak. Bu holda ularning oldida ikki yo'l bor bo'lib, biri boshqalarni ilib olgan malni o'z egasiga qaytarib berish. Mal egilerini tapalmasa yoki kimlarning haqqi ekanligini bilmasa, umum musulmonlar manfaatlangan o'rinlarga iyon qilib o'tishdir. Mirosning manbasi halol bo'lib, tijoratda aldamchilik, yolg'onchilik, ko'z bo'yash, yolg'onni qasam qilish orqali harom qo'shilib qolgan bo'lsa, mundaq haromni haloldan ayirish qiyin bo'lganlikdan varislar mirosdan mahrum qilinmaydi. Agar varislar gunohdan, haromdan pokilishni xohlasa, mirosdan o'zi harom deb taxmin qilgan qismini yaxshilik yo'llariga, yo'qsillarga bersa bo'ladi. Agar mirosning ko'p qismi halol va oz qismlar harom bo'lsa, varislar yanala mirosdan mahrum qilinmaydi. Mirosdan to'liq bahramon bo'lish haqqi bor. Ba'zi ulamolar shu oz qism haromni ayirib chiqib, yaxshilik yo'llariga sarf qilish kerak deb qaraydi. Ammo bu to'g'rida birlik kelingan fiqhiy dalil yo'q. Allama Yusuf Qardaviga o'xshagan ba'zi ulamolar mirosni varislarga halol qildigan haromning miqdori umum mirosning 25%dan ortiq bo'lmasligi shart deganlarmi, umum mirosning 3dan 1dan ortiq bo'lmasligi shart deganlarmi bor. Har birining o'z ijtihodini kuchlantiradigan dalillari bor. Yetimlarning miliga alışıp qalğan haram masalasi, yetimlarning ishlariga ega bo'lgan odam ba'zida yetimlarning pul mulini bankada qo'yib saqlashga hojat bo'ladi. Yetimlar o'zining ishlarini bir taraf qilaligidek yosh kelganda, vasi ularning pul mulini o'zlariga qaytarib berish uchun pulni bankadan oladi. O chaqda aslidagi pul bilan bankada yillardan beri o'sgan pul qo'shilib ketgan bo'ldi. Bu ahvolda yetimlarning pulini uning kirib qolgan haromdan qanday poklash kerak? Ulamolar buning javob berib mundaq degan: yetimlar o'zlarining pul mulki haromni yoki shubhalik miqdorini ayirib chiqalsa, ashu ayirgan miqdorni yo'qsillarga yoki umum musulmonlarga manfaatlik o'rinlarga iyon qilsa bo'ladi. Agar o'zlari bilolmasa, bankidan asli pul bilan o'sgan pulning miqdorini so'rasa, ular hisoblab beradi. Ashu hisoblab berilgan o'sim miqdorini yuqorqi ehtiyojli taraflarga iyon qilib bo'ladi. Navoda mazkur yetim yoki yetimlar yo'qsil bo'lib, ularga zakat ilish durust bo'lgan darajada bo'lsa, o'sgan pulni o'zi ishlatsin bo'ladi. Ammo o'simdan qutulgani afzaldir. Pul miliga harom qo'shilib qolgan odamga qiz berishga bo'lamdi. Halaldan pul tepish, halal yeyish Alloh taolaning amri va sog'lom oilaning kapolatidir. Har qanday bir musulmon diyonatlik, axloqlik va baxtlik o'talaydigan biriga o'ylanishni orzu qiladi. Halal luqma axloqliq va aqlliq farzandlarni yetishtirishning yo'lidir.
Шуңа қыз yigitlarni öyləndirishdə qudalashqıcı hər iki tərəf qarşı tərəfinin halal kəsb qılğanlığına, halaldan yeyib içidiganlığına alohida əhmiyyət berishi və bu ishni surishti qilish lozim. Allam Muhammad Ratib Nablisi aytgandek, eng ig'ir ijtimoiy zulm o'zining diyonatsiz o'g'liga diyonatli qiz ilib berishga urinishdir. Aqchikimlik, haraq, tamaka, cho'chqa go'shi degandek haram narsalarni ilib sotadigan, qimorxonalarda, tanzixonalarda ishlaydigan, sodada aldamchilik, yolg'onchilik qiladigan, qo'ymichilik qiladigan yigitlar diyonatli qizlarga xaridor bo'lib kirsa, qanday qilish kerak? Ba'zi ulamolar bundaq yigitlarga haram ishlar yuz beradigan joylarda ishlashdan voz kechishni, haloldan pul tepish yo'liga kirishni tavsiya qilish lozim. Agar voz kechsa, halol ish qilib pul tepish yo'liga kirsa, uningga qiz berishga bo'ladi. Navoda nasihatni qabul qilmasa, o'zining ish o'rnida ishlashni davomlashtirganligini bildirsa, uningga qiz bermaslik kerak deb qaraydi. Islom fiqh olimlari qiz talab qilguvchi yigitning diyonatlik, axloqli bo'lishi shart ekanligiga birlik kelgan. Alloh taolo Qur'on Karimda pok ayollar pok erlarga loyiqdir. Pok erlar pok ayollarga loyiqdir deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalom: agar sizlar uning diyonatiga, axloqligiga qoyil bo'lsanglar, ularni darhol uylantiringlar. Bo'lmasa yer yuzida cho'ng buzg'unchilik tergan bo'lsizlar deb ko'rsatgan. Ulamolarning haromda pul topadigan odamga qiz bermaslik lozim deganligining sababi shuki, uylanish ibodatdir. Chunki uylanish Alloh taolaning amridir. Alloh taolaning amrini tutganlik uningga ibodat qilganlikdir. Alloh taolo qilinadigan ibodat harom bilan bo'lmaydi. Yana bir tarafdan aytganda, asosiy haromdan qurilgan bir oilaga Alloh taolo qandoqmi barakat ato qilsin.